To'xta, zaring, men bilmasdan like bosib yubordim. Nomerini ham bilmasdan olgandirsiz, ha? Yo, nomerini o'zi berdi. Boring. Bo'pti, kechiring ustoz. Mana shu eshikdan kirganimizdan keyin siz mana shu oddiy talaba. Mendan hech qanaqa yordam kutmang. Ustozim, sevgilim. Sessiyada ham xafa qilamanmi? Voy, embelaringizdan bolalar yotdi-ku, Hamidov. 10 ta robotga topshirasiz. Shuni bitta qilib topshirsam bo'lmaydimi, ustoz? Yo'q. Bo'ladi. Lekin sizni kechirganim yo'q. Shuncha mehnat qilib ketdik. Bu sizga. Men shirinlik buyurmadim. Ana talabangiz berib yubordilar. Olib borib bering, o'zi yesin. Ular o'zi yeb qo'yibdilar-da, shunga berib yubordilar. Mayli, olaman. Lekin aytib qo'ying. Kechirmadim. Bekorga rasxod qilyapmanmi deyman-da. Talaba xato qiladi, to'ymaydi, ustoz kechiradi, o'lmaydi deganlaridek, shu talabangiz qilgan xatosini kechira qoling, ustoz. O'rtaga tushib tarafni olganingiz uchun sizga ham baho yo'q. Ikkalalaring ham qoldirilasizlar. Men bilmadim, o'zing aralashding o'rta. Men nima qildim bunga? Nima qildim men hozir masalan? Ha, endi sher bo'lgandan keyin o'tgan ketgan oxurga qaraydi. Qaradi degani bu yedi degani emas-ku. Men sizni odam deb erkitgandim, hayvon deb emas. Dilimni qattiq og'ritdi, sizni kechirmayman. Kechirmasang kechirma, bahoyimni qo'yib ber. Qo'yib beravering, ustoz.